33 yilda. 33 yil. Mana illa 7 oyda 10-sida 92 yoshga kiraman. Bir marta kelgan odam yana bu havosi uchun har doim tegis kelaveradi. Hazrat Ali, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning kuyovlari ham amakivachcha bo'lishadi. Otalarining ismi Abu Talib. Shohmarg'onni asosan toza havosi, mana shunaqa quruqor tog'lari hamda toza tiniq suvlari sayyohlarni hamisha o'ziga jalb qilib kelgan.